Hammaga salom aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men qaytdim va nihoyat ba'zi sabablarga ko'ra ancha vaqtgacha video ololmadim, lekin ko'ramiz bugun shu kartada o'ynaymiz. Yarimta jon bilan turli xil nima desam bo'ladi, parkurga o'xshagan joylardan o'tishimiz kerak. Faqatgina yarimta jon bilan. Albatta bu qismlarga bo'linadi. Bu karta juda ham ko'p ekan, oldinroq o'ynab ko'rdim. Bitta video oldin ham olgandim, yarim soat bo'lgandi. U nimagadir yarmidan keyin videoga olinmay qolgan. Shuning uchun boshdan boshlashga qaror qildim. Yaxshi, good. Bu video ancha oldin edi. Undan oldin olganim ancha esimdan chiqqan. Bu yerdan tushib ketdim-ku. Mayli. Bu safar jon ortib qoldi. Endi jonimizni asrashimiz kerak. Bu yerdan osongina o'tib ketsak bo'ladi, chunki bu yerda ochiq joylar ko'p, lekin adashmasam kaktusdan keyin lavali joy ham kelishi kerak. Bitta jon. Mana lavali joy yaqinlashdi. Okey. Yarimta jon. Bu anchagina qiyin bo'ladi, ayniqsa lavadan o'tish. Birgina xato va hammasi tugaydi. This is the end degandaydi. Sekingina o'tamiz. Sekingina. Asta-sekinlik bilan mana bu narsa nima bo'ldi? Orasida ozginagina bitta piksellik teshik bor ekan menimcha. Bu yerni sakrab o'tarkanmiz. Okey. Chiqib lavada narigi tomonga. Birov shunday bo'lishini kutgandim. Why bro, why? Why always me? Nimaga men? Har doim nimaga men? Ozgina ehtiyotkorlikni yo'qotib bo'lsa ham o'tamiz endi. Okey, o'tdim. Endi bu yerdan o'tish kerak. Okey, o'tdim. Voy, sakrashga ulgurmadim. Qanday adolatsizlik. Yo'q, lavaga ham tegib ketdim. Endi o'charmikin olov? Yo, yana o'laman. Bo'ldi. O'lmadim, yarimta jon. Bu safar menimcha omadim keldi, lekin shu narsaga hamma omadimni ishlatib qo'ymagan bo'lsam bo'ldi. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Hech ham unutmang. Axir bu men uchun eng muhim narsalardan biri-ku. To'g'rimi? Hamma youtuber uchun muhim. Layklar, obuna, ko'rish. Videoni do'stingizga ham jo'natib qo'ying. What? Adolatsizlik. Kimdir Minecraftga pul to'laganmi bugungi videosi? O'xshamasin men deb. Yo'q, bo'ldi, endi o'ldim. Yo'q, bunda o'lishim aniq edi. Ozgina jonim qolganda lavaga tekkan edim. Kimdir aniq cheating. Kimdir aniq pul bergan Minecraft mojanga. Pul bergan kimdir. Birorta ukam pul bergan bo'lsa, meni yomon ko'radigan do'stimmi? Bergan bo'lsa, bilmadim. O'sha yerda lavaga tegib ketaman deb o'ylagandim, lekin bilmadim.
Hop, lekin o'tgan safargi videoda shu joydadan bir marta urinishni o'rgan edim. Aytgandim, bu yerda yarimta jon bilan tirik qolganda hamma omadimni ishlatib qo'ygandim. Aytgandim. Hop, endi ehtiyotkorlikni 999-darajasini yoqib ketamiz inshaalloh. Hop, hop, hop. Ana o'tdim, lekin hozir bu yerda o'lib qolsam meni orqaga qaytarib yubormasmikin? Ayno. Bu yerdan o'tamiz. Parkour pro. Oh, ozgina adolatsizlik bo'ldi-da. Mana joyga tushishimiz kerak. Bo'ldi. Bu yerda qanaqadir minecart bo'lishi kerak-da. Esimda minecart. Shu kartani qandaydir ozgina xatolari bor ekan. Mayli, nimaga bu tushmayapti? Lekin o'tgan safar o'ynaganimda ham xuddi shu muammo bo'lgan edi-da. Buni hal qilishning iloji bor. Golden pickaxe. Golden pickaxe. Shunday qilsa jon ketmas ekan. Bir xilta lava qayiqqa tushsam jon ketmaydi-ku. Bu sandiqlardan hech narsa bo'lmasligi kerak. Narsa yo'q. Levitation bo'ladi adashmasam shu yozuv inglizchasi. Bu yerga qilishimiz kerak endi u yerni. O'sha qo'shiq nomi nima edi? Anavi reklama bor edi-ku, albatta Rozmetov Alpomish. Har kuni televizor ko'rganda ko'raman, yo'q, bu yerga yetib borishim kerak. Bu narsa. Yo'q, yo'q, yo'q. O'tdim. Vau. Mo'jiza. Mo'jizalar ham bo'lib turadi lekin. Bugungi ishlatgan nikneymim menimcha o'yinimga ham ta'sir qilyapti. Nikneymimni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'rniga bu yo'lni bilaman. Bu yerdan yurishimiz kerak. Bu yerdan oldin o'tganman men. Meni aldolmaysiz. Bu yerdan yurishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri-ku. Xatomidi? Uzrlik. Bu yerdan yurishimiz kerak. U yer tupikka olib boradi. Boshi berk ko'cha yermidi? Shunday deydi. Boshi berk ko'cha mana. Bu yerga respawn point qo'yishni hech qachon unutmaslik kerak. Bu yerga sakrasam yetib boramanmi? Yo'q. Lekin hozir zo'r ish qilsam. Okey. Qayerdadir cobweb o'rgimchak uyasi. Pastda bor ekan-ku. Pastda bor-a? Turibsanmi? Yaramas. Bu yerga hozir sakrab o'tsam bo'ladimi? Savol. Ozgina endi adolatsizlik ishlatib bo'lsayam o'tamiz-da endi. Bu yerda hech narsa yozuv yo'q ekan. Boring bo'lib qoldi. Boring.
Ana endi bo'ldi. Obuna bo'ling va layk bosing. Unutmang, lekin shu ishlarni qilishni unutmang. Aslo unutmang. Shu joytini eslayman. Shu joytini unutib bo'larmidi? Unutib. Hop. Qanday qilib tushaman endi bu yerdan? Bu yermi? Oh, a tak. Hozir menda ozgina jon ortib qoldi. Bu yaxshi. Har doim o'zi o'tgan safar qolganimda ham shunday qilib tushayotgan edim. Hozir biz bu yerga sayrab, bu yerga qaytib chiqib, bu yerga borib yana bitta shunday o'xshagan narsaga sakrashimiz kerak. O'tgan safar ham birinchi urinishimda xuddi shunday bo'lgandi. Ikonik nima degani edi? Legendarniy deganimi? Ikonik gaplar eslab qolganman. Oripov Play ko'rganimda har doim boshlanishda bitta gapni eshitaman. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Oripov Play kanali degan gap har doim qulog'imda aylanib yuradi. Hop, hop, hop. Har doim shunday bo'ldi lekin bolalar, bu adolatsizlik. Bu yerdan o'tib bo'lmaydi-da. Istasangiz strimni boshlab keling, lekin u ham o'tolmaydi. Men o'tolmagan joydan strim qanday qilib o'tsin? Albatta hazillashyapman. Lekin ancha qiyin. 100% bu nima? Bu yerda ham hozir o'zimizni qiynamaymiz shunchaki. Nimaga leker? Qandaylar shalter bokslar bor bu yerda. Bolalar. Bu yer bulutlar, Bu yer backroomslardagi bulutlarmi? Shunaqa qanaqadir ochiq dalada bulutlar bor rasmini ko'rsam, backroomslar esimga keladi. Har doim always backroomslarni ko'rganda esa bitta qo'shiq esimga keladi. U qo'shiq hozir sal qoldim. Sal qolishiga sal qoldi derdim, lekin rostdan ham salgina qoldi. Voy! Yaramaslar. Yo'q, nima qildim men? This is not fair. Keyingi videolar uchun kommentariyada izoh qoldiring. Agar bir kishi bo'lsa, bir kishinikini, kishi yozsa ikkisinikini baribir qilaman, chunki o'zimda videoga g'oya kam topilyapti. Shuni ham zerikkanimda Minecraftga o'ynamoqchi bo'ldim. Minecraft va mod tortadigan ilovaga kirgandim, shu kartani ko'rib qoldim. Oripov Play'ni bitta videosidan ko'rib ham shu kartani qidirdim. Adashmasam. Yurdim. Okey. Mana bu suvga tushishimiz juda ham shart emas, lekin tushsak yaxshiroq bo'ladi. O'tdan. Ovozga e'tibor bermaysizlar. Ozgina kasal edim. Menimcha shu ham ozgina sabab bo'ldi video ololmaganimga. Mana men yana nihoyat qaytdim. Comeback. Bu yer qiyin. Nimadir deb yozilgan shu yerga. Bu yerdan o'tish oson, mayli qisqa parkurlar, harfli parkur.
Lekin ana bu uchta qanaqadir narsadan keyin o'tgandan keyin ancha qiyin, tayming kerak bunga adashmasam. Shunaqa edi-a, shunaqa edi-da. Okey, 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 okey. Now it is time to do something bad about to happen deyishardi. Mana u bloglarni chiqaradida, yaxshi o'sha komandan ham xatolik bo'lmagan. Yo'q, 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 yo'q. Sped qilmasang eshshaksan. Sped. Let's go. Yo'q, hozir bu yerda spam bor. Ulgurardim-da, lekin bu yerda ko'rdim hozir. U portlaydi, keyin bu portlaydi va biz taymingni ushlab qolamiz. This wasn't saying. This is not saying what I expected. Yo'q, yo'q. Qanday qilib o'tish mumkin? Bo'ldi. Endi ulguramiz-a? Ulguramiz. This is not fair. This is real. Let's go. Let's go. U bo'ladi. Bizini bo'ldi. Ketdik. Endi faqat tezlikka ishlashimiz kerak. This is not fair, bro. Bu adolatsizlikda, lekin there is no game degan. Men tushundim. Bu yerga borganda o'tamiz. To'xtang endi. Taymingni boshqacha ushlaymiz. What the hell, brother? Mana eng chekkasiga borib turishimiz kerakmi? Ta'sir qilmas ekan. Endi buni portlatamiz va o'tib olamiz. Oh no, bro. Go. It's just on time. Bu yerga yetib kelmaydi. Yetib kelmay qoldingmi? Bro. TNT run. Shu o'yinni rosa kutgandim, lekin bu yer yomon qiladi. Mana bu narsaga teksak o'lib ketadi. Ana ko'rdingiz, isbot. To'xtanglar, oldin mana bu joyni yo'q qilamizmi? Let's destroy this place. Undan tinchgina taskimizni bajarib qola qolaylik. O'tirib yursam shunchalik tez yuradi. Odatda Minecraftda o'tirib yurish sekin yurishga to'g'ri keladi. Hali ancha bu. Shunday qilib o'tishga harakat qilamiz. Bunday qilib o'tib bo'lmasligini yana bir qonun qarang. Ikkita ko'z, bitta og'iz. Gaz. Shunga o'xshab ketdi. Yeah, baby. Bunday tuzoqlarga men tusholmayman. Qo'ygan joyini qaranglar.
coffee for your own sake. Ah! No, madam. Wow, this is unexpectedly happened. Oh, what? What the heck just happened? Ah, madam lekin birov bu joyda esimda qolgan. Shu joydan bir martada o'tib ketgandim. Yo'q, bir martada emas. Ikkinchi yo uchinchi urinishimda o'tgan edim. Qanchada o'tganim ham esimda. Oh. Birinchisida xuddi shu holat bo'lgandi. Ozgina yetmay qolgan. Backrooms haqi shunisida yutaman. Xudo xohlasa. Hop, hop. That one day you leave this world behind degan qo'shiq bor edi, eshitgandim. Oh, okey, menimcha bu safar yutishga yaqin turibman. Yutdim. Lekin ah, ah, okey. Qiyin joy kelyapti endi. Very hard. Bro. Olam. Bu yerdan o'tdim. Men bunga 3 soat vaqtimni sarfladim, lekin birortasi ham yozilmabdi. Qanday unfair. Bularni bosib chiqish kerakmi hammasini? Bittasini nimadir ochish kerak-da. Ishqaboqarga qaytarib yubormay, iltimos. Bu yerga qaytib kelarkan. Okey. Baby. Baby. Bu yerdan qanday qilib o'tadi? Bu yerdan o'tib bo'lmaydi. O'tdim. Bu yerda bilaman men. Bilaman nima to'g'risida men. Endi qayerga borishimiz kerak? Bu yerda yana bitta bor. Bunday qilsak bo'ladimi? Sal pastroqqa ham qo'yishmabdi. Bye. Okay. If football was qanday qilib o'tish mumkin bu yerdan? Bir marta o'tdim lekin. Yeah baby. Qanday qilib o'tdim? How can I miss that? Bunday qilib o'tish kerak ekan-da. Yo'q. Hozir bitta strategiya bor, shuni qo'llaymiz. Yeah baby. O'tdim mana. Bu joydan lekin hali ko'rmagandim to'g'risi men ham. Boshqa joyda tugaganda, bundan ancha ertaroq tugagandi. Qanday qilib o'tamiz bu yerdan? Like I have no words to do that. Dream cannot do that, I believe. I bet dream cannot do that. Umuman to'xtamay ketamizmi? Speedrunga o'xshab. O'tdim. Shuncha harakatim yo'q. Okey, yana speedrun. Давай. Speedrun. Yo'q. Hozir umuman to'xtamay o'tib ketishga harakat qilaman. Qaytamiz. 1, 2, 3.
Speedrun boshlan. Ozgina o'xshamay qoldi. Hozir ozgina kutamiz va go! Okey, okey, okey. Speedrun. Hozir 10 sekundda yutaman deyman, lekin 1 soatda ham yutolmay qanaqasiga? Sakrash tugmasi bosilmay qolyapti orada. Okey, 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 okey. Speedrunda to'xtamaslik kerak edi-ya, lekin давай. Go. You will do it. You will made it. I believe in you. Hali qilyapman. This is still the end. Okay. Mana yana biz ko'rishdik. Yaxshi. Shuncha dubl. Bu yerdan tushib ketdingmi? Va nihoyat yetdim. Bu yer nima? Bu yerga tushadi. Yo'q, bo'lma. Nima narsa bu? Mana buni bosishimiz kerakmidi? Ishqilib oxiriga qaytarib yubormasin, iltimos. Felicitas. YouTube, you go subscribe. Mapas parkour 3D. Corso de obstáculos Mundo parkour. Garcias por jugar was major cada was. Menam ispanchani ozgina bilaman. Nima nima deyapsizlar? Gracias degani, yo'q. Gracias degani tabriklaymiz. Hozir to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerda ozgina xato ketdi demoqchi edim. Yo'q, bunday qilib o'tmas. El 99% no logra o se cambia creativo creador yo'q ala. Bunaqa stikerchalar ham qo'yish. Buni o'qidik. Bugungi videomiz shu joyda yakunlanadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Hammangizni keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.